zakaz qiladi. Borgandan keyin to'lovlari bo'ladi. Qaysi viloyatdan bizga dastavka bo'ladi? Chirchiqdan chiqarib beramiz do'konimizdan. Kilometr cheklari bilan, do'kon registratsiya kodlari bilan boradi. Aniq Qahramon tabibda giyohlarimi bu? Tarentomi? Buni qatdan bilasiz, o'zlarinikligini-da. Mahsulotingiz borganda logotipidan tashqari QR kodi bo'ladi. Endi QR kod skanner qilganingizda har xil kanallarga emas, Qahramon akani o'zini lichkasi kelib chiqadi. Chiqib vaqti giyohlar bo'lib. Shu joyiga qarab olsangiz bo'ladi. Manzil qarang, bu Tarento giyohini tayyorlanishini ham aytib tushuntirib berasizmi yoki keyin? Siz oldin ichganmisiz yo hali Tarento ichmaganmisiz? Tarentoni birinchi marta olib ichmoqchiman-da, Tarentoni birinchi marta olib. Ha, Tarpedan ichganmisiz, xuddi o'sha Tarpedani ko'rinishda qabul qilasiz. Bitta boshqa 4 litr solinadi. 1 litr qolganingiz qaynatiladi. Kuniga 2 marta, ertalab va kechki ovqatdan yarim soat oldin och qoringa 50 mg dan qabul qilinadi. Qahramon tabib dastavkalar yo'q deyilgan, shu uchun aytganlar o'zlari, shu uchun so'rayapman-da, dastavka qanday Toshkentdan yoki Chirchiqdan bo'lishi mumkin. Agar Toshkent shahar bo'ladigan bo'lsa, dastavka обязательно бесплатно bo'ladi. Agar viloyatdan bo'ladigan bo'lsa, dastavkaga pul olinadi. Yo'q, tushundim. Dastavka yo'q deyilgan, shunga hayron bo'laman-da. Qahramon tabib dastavka yo'q, zakaz qilmanglar deyilgan, o'shanga aytdim. Dastavkalar bor. Sababini aytsam, qarang. Viloyatdagi do'konlarda mahsulot yetishmovchiligi kuzatilmayotgani uchun yaqin kunlarda do'konlarimizda ish faoliyatini to'xtatmoqda. Shuning uchun ham O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Buxoroda filial bormi? Nima deysiz? Buxoroda filial bormi Buxoroda? Buxorodagi do'kon yo'q, yopiq o'zi. Shuning uchun men sizga aytdim, agar mahsulot kerak bo'lsa, bemalol dastavka orqali yetkazib berish xizmatimizda mavjud. Xo'p, endi qarang-da, hozir o'zi Qahramon tabibda administratorlarimanda, men o'zim sizga chiqib gaplashaman, Buxoro filiali administratoriman. Aha. Shu prosta tarpeda o'chirib qo'ydi. Mashinalar.